Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 30-31 dekabr bayram kunlarida qor yog'adimi? O'zgidromet aholini ogohlikka chaqirdi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonning qo'llari Ka'batullohning devorlarini ushlasin. Diqqat! Yilning oxirgi kunlarida O'zbekiston hududi bo'yicha beqaror ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Bu haqida O'zgidromet xabar berdi. Dushanba kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlarida va kunning ikkinchi yarmida Samarqand va Qashqadaryo viloyatlarida yomg'ir yog'adi. Bu kuni dekabr oyi oxirgi kunlarining eng iliq kuni bo'ladi. Kunduzi havo harorati 13-18 darajagacha isiydi. 30 va 31 dekabr kunlari respublikaning aksariyat viloyatlarida vaqti bilan yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq qorga aylanishi mumkin. Faqatgina Farg'ona vodiysi viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. 30 dekabr kuni havo harorati pastlasha boshlaydi. 31 dekabrga kelib harorat 5-10 daraja atrofida bo'ladi. 1-2 yanvar kunlari O'zbekiston bo'yicha asosan yog'ingarchiliksiz ob-havo kuzatiladi. Faqat Surxondaryo viloyati va Farg'ona vodiysi viloyatlarida 1 yanvar kuni ba'zi joylarga biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kunduzi 1 yanvar kuni 3-8 daraja, 2 yanvar kuni 8-13 daraja bo'ladi. 3-4 yanvar kunlari respublikaning ayrim hududlariga nam havo nisbatan sovuq havo massalari kirib kelishi kutilmoqda. 3 yanvar kuni 4 yanvar kuniga o'tar kechasi va ertalab respublika bo'ylab ba'zi joylarda yog'ingarchilik yomg'ir qorga aylanadi. Va 4 yanvarga kelib esa kunduzgi harorat asta-sekin 0.5 darajagacha pastlay boshlaydi. Respublika bo'yicha ba'zi joylarda ayrim kunlari shamolning tezligi 13-18 metr sekundgacha kuchayishi, ba'zi joylarda esa ayni tog'li hududlarda vaqti bilan asosan qor ko'rinishidagi yog'ingarchilik kuzatiladi. Ayrim joylarda kuchli qor yog'ishi mumkin. Toshkent shahrida dushanba kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 15-17 daraja bo'ladi. 30 dekabr kuni biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat 11-13 daraja bo'ladi. 31 dekabr kuni vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kunduzi 8-11 daraja bo'ladi. 1-2 yanvar kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Kunduzgi harorat 1 yanvar kuni 0.5-0.7 daraja, 2 yanvar kuni 11-13 daraja issiq bo'ladi, deyilgan xabarda.